Blogerlar ham bizani kommentga yozarmikin? Yozadi, yozmasin. Kipr aka. Bu ne derttir ne musibet. Assalomu alaykum hammaga. Hali trenirovkalarimiz boshlanmagan bo'lsa-da, o'zimiz uchun cross qildik va kecha bayramga berilgan damda baribir gazli ichimliklar, kolalar, har xil energetiklar iste'mol qildik. O'shani sal tanadan chiqarib tashlash uchun yugurib cross qilib terlab chiqarib yuboramiz. Har bir sportsmenda o'zi uchun oldiga qo'ygan maqsadi hamda yutuqlari bo'ladi. O'sha yutuqlar uchun sportsmen zinamasina tepaga qarab ko'tariladi. O'shasiga bugun yana bir bora qadam qo'yib tepaga chiqdik. Xudo xohlasa yutuqlarimiz bilan bo'lishamiz. O'ylab qo'ygan maqsad niyatlarimizga yetish uchun olg'a harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Meni ismim Avaz Vilazbek. Hozirda Bunyodkor klubi tarbiyalanuvchisiman. Kelajakdagi maqsadlarim professional futbolchi bo'lish. Ungacha tinmay mehnat qilib, kelajakda O'zbekiston bayroqlarini yuqoriga ko'taramiz.